Barchaga salom. Mobilografiya darslarimizni bir qismi bo'lgan CapCut dasturida montaj qilish bo'yicha darslarimizni boshlaymiz. CapCut dasturi bepul va kuchli video editor, ya'ni o'sha montaj programmasi hisoblanadi. Biz CapCut dasturini Play Marketdan yuklab olishimiz mumkin yoki App Store'dan va o'zini CapCut.com saytidan yuklab olishimiz mumkin. Demak, biz hozir Android smartfondan foydalanayotganimiz uchun Play Marketda CapCut dasturini yuklab oldik va ochish tugmachasini bosamiz. CapCut dasturini asosiy interfeysi yuqorgi chap burchakda profil belgisi. Men bu yoqda hozir Google accountim orqali o'sha ro'yxatdan o'tib profilga kirib oldim. Yuqorgi o'ng burchakda bildirishnomalar va settings, ya'ni nastroyka bo'limi. Agar biz asosiy oynani pastga tortadigan bo'lsak, yuqorida bir qancha funksiyalar ochiladi. Bu funksiyalar CapCut dasturi orqali rasmlarni onlayn tahrir qilish, ya'ni rasm o'zgartiruvchi funksiyalar hisoblanadi. Biz hozir video o'zgartirishni ko'rganimiz uchun bu funksiyalardan foydalanmaymiz. Kelinglar, nastroykada nima bor, bitta ko'rib olamiz. Xo'p, nastroykada ilova tili menda bu ingliz tilida turibdi va sizga ham tavsiya qilaman ingliz tilida foydalanishni. Chunki YouTube'da yoki boshqa platformalarda CapCutga doir ko'plab o'sha tutoriallar, darslar ingliz tilida beriladi. Va ikkinchida Add Default Ending funksiyasi yoniq turibdi. Bu funksiya hozir nimaligini ko'ramiz va keyin uni o'chirib qo'yamiz. Pastdagi funksiyalarimiz, demak, o'sha foydalanish shartlari va ilovaga doir qo'shimcha ma'lumotlar. Demak, settingsdan chiqamiz. Bu qismda Projects, ya'ni bizning avval foydalangan loyihalarimiz turibdi. Va men hozir New Projectni bosaman. New Projectni bosganimda, demak, menga o'sha rasmlarim va videolarim tanlash uchun ochildi. Demak, mana buni bosib videolarni tanlashim mumkin yoki rasmlarni. Profilim uchun ajratilgan bulut xotirada deymiz, bulut xotirada saqlangan videolarim chiqadi. Ya'ni CapCut dasturida ham notebookda ham iPhone'da yoki Androidda foydalanganimda videolarimni, demak, bulutga saqlab qo'ysam, profilimdagi bulutga, Cloud Store'ga har bitta qurilmadan o'sha fayllarimga kirishim mumkin bo'ladi va bu hozircha menda bo'sh. Va bu yoqda library, bu ham bizga kerak emas. Bizga asosan albums, ya'ni telefonimizdagi videolar va fotolardan foydalanamiz. Agar siz videoda bir nechta kadrlardan foydalanmoqchi bo'lsangiz, ularni ketma-ket belgilab chiqasiz va add tugmachasini bosasiz. Hozir men 4 ta video belgilaganim uchun mana bu add tugmachasida 4 yozuvi paydo bo'ldi. Shuningdek, videoni ustiga bosib, uni ichiga kirib, keyin o'sha yuqoridan mana bunday belgilab olishingiz mumkin bo'ladi. Va yana bu yoqda bitta yaxshi funksiya bor. Crop tugmachasi. Ya'ni sizga videoning hamma qismi kerak emas, ana o'shanda siz xotiradan tejash uchun va ilova qotmasligi uchun uni videoni crop qilib tanlab, keyin o'sha add qilishingiz, ya'ni qo'shishingiz mumkin. Bu juda ham yaxshi funksiya. Demak, videolarni add qilamiz va mana videolarimiz mana bu yoqda bizda ochildi. Ko'ryapsizlar, mana ketma-ketlikda kelyapti. Demak, bu yerda bitta xatolikka yo'l qo'ydim. Ya'ni birinchi video formati o'sha vertikalniy video va ikkinchi video vertikalniy, ya'ni biz ishlatadigan, ya'ni o'sha bizga mos kamerada olingan tasvirga mos video. Keyingi videolarim esa mana bu video gorizontal olingan video. Ya'ni siz videoga olishda o'sha gorizontal, vertikalda xatolikka yo'l qo'ysangiz, keyin uni ko'ryapsiz, montaj jarayonida biroz qiyin bo'ladi. Ya'ni vertikal, gorizontal videoni mana bunday, vertikal videoni esa mana bunday ochadi va montaj jarayonimizda biroz noqulaylik tug'diradi. Shuning uchun tasvirga olishda o'sha kamera sozlamalariga ehtiyot bo'lish kerak. Demak, mana bu oq strelka bizda hit play o'sha qayerga borsa, o'sha joydan video davom etadi. Ko'pchilik bu funksiyalar bilan tanish. Videolarni ochib oldik va videolarni eng oxiriga o'tamiz. Eng oxirida CapCut bizga mana bunaqa video qo'shib beradi. Bu har bitta proyektimizga qo'shiladi. Demak, mana avtomatik bu animatsiya video, ya'ni o'sha videomiz CapCutda montaj qilinganini bildiradi. Buni ustiga bosib, mana bu yoqdan delete tugmasini bosib o'chirishimiz mumkin.
lekin boshqa proyekt qiladigan bo'lsak, boshqa proyektimizga yana xuddi shunaqa o'sha demak animatsiya video qo'shiladi. Buni o'chirib qo'yish uchun demak nazorat qilamiz va settingsga kirib add default ending tugmachasini bosib qo'yamiz. Demak discard qilamiz. Bu o'chdi. Endi demak biz yangi proyekt qilganimizda mana yangi proyekt qilib ko'ramiz. Horizontal videoni ochib yangi proyekt qilamiz. Yangi proyekt qilganimizda oxirida o'sha animatsiya qo'shilmadi. O'sha animatsiyani qo'shmoqchi bo'lsak, add ending qilamiz. O'zi demak dastur qo'shadi. Va bu ko'pchilik uchun menimcha noqulay, buni o'chirib qo'yamiz. Va e'tibor bersalaringiz, hozir men o'sha gorizontal video yukladim va qarayapsizlarki, video juda ham chiroyli ko'rindi. Agar bundan oldingi videomni vertikal yuklab, keyingi videoni gorizontal yuklaydigan bo'lsam, proyekt vertikal videoga moslanadi va yuklangan gorizontal video girdlarda qora ramka bilan hosil bo'ladi. Bu biroz noqulay, ya'ni videoni kattalashtirib to'g'rilayman desam, kачествоsi buziladi. Shuning uchun videoga olishda va o'sha videoni loyihalashtirishda qanaqa tartibda olinishi hammasini ko'rib chiqishda uni gorizontal yo vertikal bo'lishini oldindan hisobga olish va o'shanga qarab kadrlarni sozlash kerak. Pastki panelda CapCut'ni funksiyalari bor. Bu funksiyalarga har bitta darsimiz davomida alohida yondashib boramiz. Hozir biz demak asosiy interfeys bilan tanishib oldik. Mana bu tugmachani bosib demak videoni butun ekranga yoyishimiz va natijaviy videoni ko'rishda foydalanishimiz mumkin. Videoni saqlash uchun mana bu yerda 1080p yozuvidan saqlash formatini tanlaymiz. Agar siz telefoningizda 4K formatda videoga olgan bo'lsangiz, xuddi o'shanaqa formatda saqlashingiz kerak. Bu o'sha video formatini buzmasdan chiroyli chiqarib beradi. Demak, FPS ni ham o'shanga qarab. Demak, biz 4K 60 FPS qilib, kod rate'ni eng yuqoriga qo'yadigan bo'lsak, ya'ni videolarimiz качественный chiqishi uchun mana shu formatda saqlasak, videomiz chiroyli chiqadi. Demak, mana bu funksiyalarga qarab, o'sha videoni hajmi qancha bo'lishini bilish mumkin. Videoni hajmi, demak, estimate file size qismida ko'rinib turadi. Va yuqoridagi mana bu strelkachani bossak, video o'sha eksport qilishni boshlaydi. Xo'p, endi siz videoni eksport qilib bo'lib, dasturdan mana bunday qilib birdaniga chiqib ketishni tavsiya qilmayman. Dasturdan chiqib ketishda avval mana bu proyektdan chiqsangiz, CapCut proyektingizni saqlab qoladi. Keyin bemalol dasturni yopishingiz mumkin. Va o'sha proyektni muhokama qilganingizda yoki mijozga ko'rsatganingizda proyekt ma'qul kelmasa, uni demak kirib yana o'sha effektlarini, videolarni o'zgartirib, yana qaytadan saqlashingiz mumkin bo'ladi. Va yana bir narsaga e'tibor bering. Siz bu proyektda foydalangan videolarni galereyadan o'chirib yubormasligingiz kerak. Demak, galereyadan o'chirib yuborsak, bizda mana bunga o'xshash holat bo'ladi. Ya'ni CapCut bu videoni galereyada topolmaydi. Bunaqa holatda biz videoni qaytadan o'zgartirishimiz qiyin bo'ladi. Shuning uchun videoni o'sha keyinchalik yana foydalanmoqchi bo'lsangiz, effektlarni o'zgartirib, uni galereyadan o'chirib yubormasligingiz kerak. Demak, birinchi darsimizda ko'rib o'tishimiz kerak bo'lgan narsalar mana shular. Barchaga omad, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.